100 ming olib ketayotgani, 50 ming olib ketayotgani motivatsiya beradi. G'oya bor edi. Odamlarga umuman uyda o'tirganda ham fitness trener kerak. Shunga sun'iy beraylik. Hamma odamga individual bo'lsin. Misol uchun, siz bizani hozir Telegram botimizga kirasiz, start bosasiz, telefon raqamingizni so'raydi, yoshingizni so'raydi, ismingizni so'raydi, bo'yingizni, vazningizni, maqsadingizni so'raydi, harakatingizni, misol uchun kam harakatmisiz yoki aktivmisiz, hammasini so'raydi. Keyin sizning anketangiz tayyor. O'sha anketadan kelib chiqib, sizga bir haftalik, bir oylik ovqatlanish menyularini qilib beradi. O'zimizni O'zbekistonda topsa bo'ladigan ovqatlar, misol uchun Masta va Moshxo'rda mana shunaqa, ularni kaloriyalariga moslab beradi. Kunli sizga misol uchun 2200 kaloriya siz yeyishingiz kerak bo'lsa, shuni bo'lib beradi har xil qilib. Misol uchun to'rma xil ovqatlanish ketma-ketligini qilib beradi. Xo'p, ichiga kirganingizda ham nafas olish bor, meditatsiya bor. Bu ozishni xohlagan, o'zi umuman sog'lom yurish xohlaganlarga nafas olish ham muhim, juda ham muhim. Meditatsiyasi bor, nafas olish, undan tashqari yana trenirovkalar bor, mashg'ulotlar bor. Unga ham uyda qilsa bo'ladigan mashg'ulotlar beriladi. Xohlasangiz zalni tanlaysiz, zalga borib qilaman desangiz, bu funksiyalarning bir qismida, lekin undan tashqari ko'p funksiyalar bor. O'zbekistonda hozir startap katta e'tibor qaratilayotgani menga motivatsiya beradi. 100 ming olib ketayotgani, 50 ming olib ketayotgani motivatsiya beradi.